Kir mashinalarining arzoni bilan qimmatini o'rtasida nima farq bor? Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchisi budjetli versiya bo'ladi. 12 ta programmasi bor. Upravleniyasi knopka orqali boshqariladi va 1 minutda 1000 obrotgacha aylanib bera oladi va remenli invertor hisoblanadi. Buni narxi $280. Ikkinchisi standart versiya hisoblanadi. Bunda 16 ta programma bo'ladi va upravleniyasi sensorli boshqaruvda bo'ladi. Bu ham 1 minutda 1000 obrotda aylanib bera oladi va buni ham motori building, ya'ni remenli invertor motor hisoblanadi. Buni farqi bundan ko'ra programmasi ko'proq bo'ladi va boshqaruv paneli sensorda bo'lgani uchun. Narxi $290. Uchinchisi premium model hisoblanadi. Bunda 14 ta programma bo'lishiga qaramasdan sensorning boshqaruvida juda ham ko'plab funksiyalarni o'zgartirib ishlata olasiz va 1 minutda 1200 obrotda ishlab bera oladi va motori remensiz invertor motor hisoblanadi. Boshqalardan buni ustun tarafi 5 martagacha chayish funksiyasini o'zingiz bera olasiz. Ishlab turgan holatida eshigini ochib bera oladi. Narxiga keladigan bo'lsak $335. Menimcha sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Menga eng qiziq tarafi aynan siz videoni ko'rib turgan inson, sizda mablag' bo'lganda siz qaysi birini tanlov qilgan bo'lardingiz? Budjetli, standart, premium. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Обязательно yozib qoldiring.